Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi tomonidan bir qancha korrupsion holatlarga chek qo'yildi. Fuqarodan kelib tushgan murojaat asosida tezkor tadbir o'tkazildi. Toshkent shahar ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi davlat inspektori lavozimida ishlovchi Jamoliddin va Izzatilla ismli shaxslar arizachidan tadbirkorlik faoliyatini yuritish maqsadida savdo do'konini qurish uchun ajratilgan Yashnobod tumanida joylashgan 1 sotiq yer maydoniga ekilgan turli o'lchamdagi daraxtlarning qurigan novdalarini butalab, qurimaganlarni boshqa joyga ko'chirishga sharoit yaratib, jarima solmagan holda ruxsatnoma rasmiylashtirib berish evaziga talab qilgan 3000 AQSh dollarini olgan vaqtlarda daliliy ashyolar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 210-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Keyingi holatda ham korrupsiya bilan bog'liq holatga chek qo'yildi. Fuqaro murojaat qilib, o'z arizasida o'zini Toshkent bosh plan davlat unitar korxonasi huquqshunosi deb tanishtirgan Sherzod ismli shaxs Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan uyini 2 qavat qilib rekonstruksiya qilish uchun ruxsatnoma olib berishini aytib, 10,000 AQSh dollar miqdorida pul talab qilayotganligini ma'lum qilgan. Ariza yuzasidan Yakkasaroy tumanida joylashgan Toshkent bosh plan davlat unitar korxonasi ma'muriy binosida o'tkazilgan tadbir vaqtida huquq mantiq muvofiqlik advokatlik byurosining advokat yordamchisi Sherzod ismli shaxs talab qilgan 10,000 AQSh dollarini olgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 210-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Fuqaroning arizasi asosida Yashnobod tumani Aviasozlar va Beshariq ko'chalari kesishmasida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Yashnobod tumani Davlat soliq inspeksiyasi katta inspektori Kozim ismli shaxs arizachidan Yashnobod tumani Tuzel 3 mavzesida joylashgan milliy taomlar oshxonasiga soliq idoralari tomonidan tekshiruv kelmasligi, kelgusida oshxona faoliyatiga rahnamolik qilib, soliq idoralari bilan bog'liq muammolarni hal qilib berishni va'da qilib, muntazam ravishda har oy uchun 50 AQSh dollari jami 4 oy uchun 200 AQSh dollar miqdoridagi pullarni ta'magirlik yo'li bilan talab qilib olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 210-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan.